Dahshatli falokat afsuski O'zbekistonda sodir bo'ldi. Assalomu alaykum, tezkor hamda muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Samarqandda yuk mashinasida yong'in chiqib, ag'darilishi oqibatida haydovchisi halok bo'ldi. Bu haqida viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Voqea 6-avgust kuni soat 16:00 larda sodir bo'lgan. Man rusumli yuk transport vositasi Nurobod tumani Mehnatkash mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tuvchi A378 avtomobil yo'lining 35-kilometrida Samarqand-Qashqadaryo yo'nalishi bo'ylab harakatlanib ketayotganda avtomobil kabinasining salon qismida to'satdan yong'in kelib chiqqan. Haydovchi transport vositasini to'xtatishga uringan vaqtida boshqaruvni yo'qotib, yo'lning chap tomonidagi beton to'siqqa urilgan va transport vositasi ag'darilgan. Hodisa oqibatida haydovchi turli darajada og'ir tan jarohatlari olib, voqea joyida vafot etgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Nurobod tumani Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.